Hozirda bizlar O'zbek gidroenergiya tizimidagi gidrotexnika inshootlarni xavfsizligini baholash va monitoringni yuritish markazidan ushbu lavhani keltirmoqdamiz. O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tizimida vaziyatlar markazi, ya'ni gidroenergetika sohasini raqamlashtirish bilan bog'liq bo'lgan tizim barpo etilgan. Vaziyatlar markazi, demak, vaziyatlar markaziga 3400 dan oshiq nazorat o'lchash qurilmalari avtomatlashgan tarzda bog'langan. Bu tizimda demak deformatsion hamda filtratsiyaga qarshi va boshqa vazifaga mansub bo'lgan qator nazorat o'lchash qurilmalari kiradi. Vaziyatlar markazidan ma'lumotlar tahliliy markaziga, ya'ni hozir mana shu yerda turgan joyimizda tahliliy markaziga ma'lumotlar keladi va bu yerda ma'lumotlar ko'rsatkichlari, ishlab chiqilgan xavfsizlik mezonlari bilan birgalikda tahlil ishlari amalga oshiriladi. Mana shu kompleks ravish, mana vaziyatlar markazi, tahliliy markaz, mana 5 ta suv omborimizki, qayerda shu avtomatlashtirilgan tashxis nazorat tizimi barpo etilgan lavhalar. Bu muhim masala ma'lumotlarning aylanishi, ya'ni birinchi bosqichda ma'lumotlar obyektda shakllanadi. Demak, nazorat o'lchash qurilmalaridan olingan ma'lumotlar o'sha suv omboriga to'planib, suv omboridan ikkinchi bo'g'imdagi vaziyatlar markaziga va keyingi bo'g'imdagi tahliliy markaziga yetkaziladi. Ya'ni bu to'liq kompleks mexanizmni ijro etishni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Buning uchun mana hozir gapirib o'tganimiz xavfsizlik mezonlari ishlab chiqildi. Demak, asosan ikki holatda mezon 1 bu potensial xavfli holatni ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisi mezon 2 avariya oldi holati. Ya'ni bizning maqsadimiz inshootdagi ekspluatatsiya jarayonlarini mana shu ko'rsatkichga yetkazmagan holda, ya'ni xavflarni oldini olishni ta'minlagan holda jarayonlarni amalga oshirishdan iborat. Mana ko'rishimiz mumkin regressiya modeli. Regressiya modelida demak har bir nazorat o'lchash qurilmalarini korrelyatsiya darajasi, ya'ni uni sezgirlik holati yuqori bo'lishini ta'minlash bo'yicha tegishli ishlar ham kompleks ishlarning ichida amalga oshirildi. Bunda demak o'sha piezometrlarni gidravlik uslubda yuvish yoki qaytadan burg'alash va boshqa shu kabi ishlar amalga oshirilgan. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, alohida dasturiy ta'minotlardan ham foydalaniladi. Bu dasturiy ta'minot to'g'onni filtratsiyaga nisbatan mustahkamligini baholash maqsadida foydalanadigan mukammal dasturiy ta'minot hisoblanadi. Har bir qurilmani alohida kompleks nazorati amalga oshiriladi va bunda mezon 1, mezon 2 ko'rsatkichlari bilan tahlil qilinadi. Demak, bu ma'lumotlarni shakllantirish bazasini, uni to'liq tahlil qilish va tarixiy ma'lumotlar bilan birgalikda ishlab chiqish masalasi muhim o'rin tutadi. Mana bu yerda avtomatlashgan tashxis tizimini namoyon qilingan holatni ko'rishimiz mumkin. Bu qurilish montaj ishlari, shef sozlash ishlari, alohida dasturiy ta'minot, dispetcherlik punktlari, kerakli datchiklar va boshqa misollarni bilan tanishishimiz mumkin. Keyingi o'rinda aytilgandek, gidrotexnika inshootlarning xavfsizligini baholash, monitoringni yuritish markazi yuqori aniqlikdagi kerakli bo'lgan tashxis qurilma uskunalar bilan jihozlangan. Demak, bu GNS qurilmalari, muhandislik geodeziyada foydalanadigan mana qurilmalarni ko'rishimiz mumkin. Suzuvchi dron, bu suv omborida batiometriya, ya'ni loyiha hajmini o'lchash bilan bog'liq qurilma. Suvda kuzatuv va instrumental ishlarni olib borish uchun suzish vositalari, gidrometriya ishlarini amalga oshirish uchun yuqori aniqlikdagi Doppler qurilmasi, shu bilan birga piezometrlardagi suv sathini muntazam kuzatish uchun xlopushka va shu kabi boshqa qurilma uskunalar hozirgi kunda komplektatsiyamizda mavjud. Mana biz tegishli dasturiy ta'minotlardan ham foydalanamiz va bu kompleks ishlar hozir O'zbek gidroenergiya tizimidan qo'yilgan vazifalarni to'liq hajmda bajarish imkoniyatini biz uchun yaratmoqda.